Ko'pchilik siydikni uzoq vaqt ushlab yuradi. Bu buyrakka qanday zarar qiladi? Ko'pchilik tahoratini buzishni xohlamaydi, natijada CD'ni uzoq vaqt ushlab yuradi. Bunday holatda birinchi navbatda CD'ning konsentratsiyasi oshib ketadi va natijada buyrakda, CD yo'llarida, CD pufagida tosh hosil qilishini sabablaridan biri bo'ladi. Undan tashqari CD tarkibidagi infeksiyalar CD'ni ushlab yurganligi uchun u avj olishni boshlaydi, ya'ni ko'paya boshlaydi. Va natijada buyrak, CD yo'llari, CD pufagi, prostata hamda CD chiqaruv kanallarida yallig'lanish keltirib chiqaradi. Agarda sizda ham shunday holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Erkaklarda tungi hojatga chiqish 2-3 marotaba uyg'onish normalmi yoki muammo belgisimi? O'zi aslida barcha erkaklar ham, ayollar ham tunda hojatga borib, uxlagandan keyin ertalab uyg'onganda yana hojatga borish kerak. Shu odatiy holat bo'ladi, normal holat bo'ladi. Tunda 2-3 marotabalab hojatga chiqishlik bu erkak uchun ham, ayol uchun ham bu normal holat emas. Ya'ni erkaklarda qachonki prostata bezi adenomasi rivojlanganida, ya'ni 45 yoshdan oshgan erkaklarda shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni kechasida peshobga ko'p qatnashlik, peshobni bosimi pastlab ketishligi hamda qoldiq CD hislari. Ayollarda ham va erkaklarda ham endokrinologik kasalliklar, ya'ni qandli diabet hamda umurtqa pog'onasidan qandaydir travma olish natijasida nervlardagi muammolar hisobiga shunaqangi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Albatta ikkisi ham o'ziga yarasha bemorlarni shifokorga zudlik bilan ko'rinishini talab qiladigan vaziyat. Albatta siz yoki sizning yaqinlaringizda shunday holat yuzaga kelyaptimi? Bu o'zim yoshimga xos holat deb endi qarilik demasdan, buni albatta shifokorga murojaat qilib, buni yechimini topish kerak. Siydik hidining o'zgarishi nimadan darak beradi? Siydik hidini o'zgarishligi asosan bu yallig'lanish natijasidan bu o'zgaradi, ya'ni CD'da tarkibida infeksiyalar borligi uchun uni hidi badbo'ylasha boshlaydi. Bu juda bir o'ziga yarasha vahimali holat, ya'ni CDning hidi o'zgardimi? Bu normal holat deb yurmasligi kerak. Sababi CDdagi infeksiyalar keyinchalik sekin-sekin buyrakni hattoki ishdan chiqarish, ya'ni ishlamay qolishgacha olib kelishi mumkin. CD yo'llaridagi har xil torayma kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin va CD yo'llaridagi buyrakdagi toshlarni hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bunaqa holat bo'lyaptimi? CDning rangi o'zgardi yoki hidi o'zgarsa, bu o'zi normal holat demasdan albatta shifokorga murojaat qilib, buni oldini olishimiz shart. Ko'p tuzli va achchiq ovqatlar urologik kasallarga qanday ta'sir qiladi? O'zi nafaqat urologik, balki barcha kasalliklarga achchiq, hamda sho'r, ya'ni yelli deb qo'yamiz, mosh, no'xatli shu kabi oziq-ovqatlarimiz yallig'lanish prosesini kuchaytirib yuborish ehtimoli bor deyiladi. Shuning uchun buyrakda yallig'lanishi bor, buyrakdan shamollab davolanayotgan bemorlarimiz yoki bo'lmasam CD tashqi kasallik bilan surunkali davolanib yuradigan bemorlarga bunday ovqatlardan, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlaridan cheklanishi yoki me'yoridan oshmagan holatda iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Sababi yeyotgan har bitta oziq-ovqatimiz nafas orqali teri hamda siydik va axlat orqali tashqari muhitga chiqaramiz. Ya'niki ichimizga shu narsani qancha ko'p qabul qiladigan bo'lsak, ya'ni qabul qilib yeydigan bo'lsak, bu albatta siydigimizning tarkibiga ham ta'sir qiladi va tosh hosil bo'lishini oldini olishi mumkin yoki yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib olishi mumkin. Shuning uchun tavsiyamiz bunday holatlarda har bitta mahsulotni me'yoriga amal qilgan holatda yeyishlik tavsiya qilamiz. Sport bilan shug'ullanish erkak jinsiy salomatligiga ijobiymi yoki ayrim holatlarda zarar ham beradimi? Albatta, bu yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi kunda hamma sport bilan shug'ullan deb jar solib yotibdi. Hamma mutaxassislar ham, sport trenerlar ham. Albatta, har bitta narsani me'yori bo'lishi kerak. Sportni ham, misol uchun juda charchagansiz bugun, lekin men bugun sport qilishim kerak deyapsiz-da, lekin juda charchab ketgansiz. Unaqa vaqtda organizmga dam berish kerak. Sport bilan shug'ullanib, charchoqni ustiga battar siz o'zingizni stressga tushiradigan bo'lsangiz, bu foydani o'rniga sizga ziyon qilib qo'yishi ham mumkin. Lekin albatta har doim hayot tarzida sport bilan shug'ullanib yurishligimiz bu erkak hamda ayol salomatligi uchun, ya'ni gormonal muvozanatimiz normada bo'ladi. Moddalar almashinuvi jarayonlari normada bo'lganligi uchun albatta erkakka ham, ayolga ham bu foydali. Haftada o'zi sog'lom odam normada 3 marotaba shug'ullansa kifoya qiladi. Agarda u sportsmen bo'lib, bir musobaqalarga chiqish niyati yo'q bo'lsa, haftada 3 kun yetarli normadagi holat bo'ladi. Sovuq joyda o'tirish yoki sovuq suvda yurish erkaklarda qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Albatta, sog'lom odam ham sovuq joyda qolib ketsa yoki gripp bo'lib qoladi yoki o'zi eskidan shu CD yo'llaridagi shamollashlar bilan xastalanib, davolanib yurgan odam bo'lsa, sovuq joyda qolib ketsa, darrovda shu CD yo'llarida shamollashlar, achishlar, peshobga tez qatnashlik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta yallig'lanish, shamollash jarayonini kuchaytiraveradi. Shamollashi bor odamlar. Shamollashi yo'q odamlarda ham bunaqa holat bo'lishi mumkin. Endi qachonki biz meditsinada shunaqa nimamiz bor, holatimiz bor, kontrastli dush deb qo'yamiz, ya'ni sog'lom holatda organizmingizga muzdek suv quyadigan bo'lsangiz,
siz sog'lomlik holatingizda, albatta bu kasallik holatda emas. Bu naborotiga yana ham immunitetingizni kuchaytirishi mumkin va testosteron deymiz, ya'ni erkaklik gormoni shuni ham o'ziga yarasha ko'taradi degan ilmiy faktlarimiz bor. Shuning uchun sog'lom holatda muzdek dush qabul qilsangiz bo'ladi, lekin sovuq joyda doimiy qolib ketishingiz bu sizga foyda emas, ziyon keltiradi. Shuning uchun har bitta narsani o'ziga yarasha me'yoriga amal qilgan ma'qul.